Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun yog'lar mavzusi haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Xo'p, yog'larning ikkinchi nomi lipidlar hisoblanadi. Lipidlar qutblanmagan gidrofob modda hisoblanadi. Shuning uchun qutblanmagan moddalarda eriydi. Mana shu qutblanmagan organik moddalarga misol qilib benzin, xloroform, efirda olishimiz mumkin. Lipidlar demak shu benzin, xloroform va efirda erir ekan. Ishimizdan qolsin, davom etamiz. Xo'p, organizmlardagi yog'larning miqdoriga to'xtalaylik. Lipidlar tirik organizmlarda quruq massasini o'rtacha 5-15% ga to'g'ri keladi. Yog' to'qimasida esa qariyb 90% gacha yog' bo'lishi mumkin. Xo'p, lipidlar o'zi nerv to'qimasida, gipodermada, terining eng ostki qavati hisoblangan teri osti yog' qavati nazarda tutilyapti. Gipodermada, keyin sutemizchilarning suti tarkibida ko'p miqdorda uchraydi. Lipidlar nerv to'qimasida ko'p bo'ladiganda aynan qayer nazarda tutilyapti? 8-sinf darsligida nerv to'qimasida ikkita xil hujayra bor deyilganini eslasak, neyron va neyrogliya. Neyronni uzun o'simtasi akson deyilardi va shu aksonning atrofini miyelin deb nomlangan yog'simon oqish modda qoplab turardi. Lipidlarning yog'simon moddasi hisoblangan shu miyelin nazarda tutilyapti. Hozir lipidlarda yog' ko'p, nerv to'qimasida lipid ko'p bo'ladi deb shu narsani nazarda tutyapmiz. Xo'p, teri mavzusini o'tganimizda ham terini 3 qavatga ajratganidek esimizda bo'lsa, epidermis, chin teri qavati ya'ni derma va eng ostki qavat gipoderma. Shu gipoderma qavatida yog' to'planishi amalga oshardi. Esimizda bo'lsa, shu qavatni nazarda tutyapmiz. Xo'p, davom etamiz. O'simliklarda ayrim turlari urug' tarkibida juda ko'p miqdorda yog' saqlaydi. Ularga misol qilib kunjavoqar, yeryong'oq, zaytun, zig'ir, kunjut, soyalarda olishimiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Keyingi slaydlarimizda bor bu narsa. O'simliklardagi yog'larni moy deb ataymiz. Va bu moylar xona haroratida suyuq holatda bo'ladi. Hayvonlarning yog'lari esa xona haroratida to'g'nab qoladi. Buni o'sha qo'y yog'i misolida osongina tushunishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Va yana bir narsani aytib o'tib ketaylik. Qishki uyquga moyil bo'lgan hayvonlar tanasida ko'p miqdorda yog' to'playdi. Bunga misol qilib mana oyoqda olishimiz mumkin. O'simliklarning barigini ham yog'larning bir turi hisoblangan mum qoplab turadi va bu mum o'simlikni shu bargi tomonidan suv bug'lanish jarayonini kamaytirib beradi va natijada o'simlik tanasidagi suvni ko'proq saqlab qoladi. Davom etamiz. Endi lipidlarning tarkibiga to'xtalaylik. Lipidlar yog' kislotalar va spirtlarning kondensatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Va mana pastda ko'rib turibsiz neytral yog'ni hosil bo'lish reaksiyasini. Mana bu yerda glitserin deb nomlangan 3 atomli spirt turi bu tomonda 3 ta yog' kislota bilan qo'shilyapti. Va natijada mana bitta yog' molekulasini hosil qilyapti. Va jarayonda mana bu yerdagi H va OHlar ajralib chiqishi hisobidan 3 mol suv ham ajralishi sodir bo'lyapti. Demak, mana shu reaksiyaning nomi kondensatsiya reaksiyasi hisoblanar ekan. Yodimizda saqlab qolaylik. Mana hosil bo'lgan yog' esa neytral yog' deb yuritiladi. Davom etamiz. Xo'p, endi lipidlarni turlariga to'xtalaylik. Lipidlar turlari neytral yog', mum, fosfolipidlar, glikolipidlar va steroidlar. Shularning har bittasiga bir boshqa to'xtalib o'tib ketamiz. Xo'sh, neytral yog'. Neytral yog' hozirgina aytdik. 3 ta yog' kislota va bitta 3 atomli spirt, ya'ni glitserinning birikishidan hosil bo'lgan modda turi hisoblanadi. Mana rasmda ko'rib turibsiz uni. Va mana shu yog'larning ko'pchiligi xona haroratida qattiq yoki suyuq bo'lishi mumkin va o'simliklarning yog'ini moy deb ataymiz. Aynan shu moy suyuq holatda bo'ladi xona haroratida. Bu haqida oldindan gap. Davom etamiz va mum. Mana mumda o'simlikning bargini qoplab turgan mum haqida gapiryapti. Buni tomchilar mum emas, bu suv tomchilari hisoblanadi. Menimcha hammamiz tushunamiz bu narsani. Mum qoplami bargning ustida yupqa qoplam bo'lib, u uncha ko'zga tashlanmaydi. Va mana shu yupqa mum qoplami o'simlikda suv bug'latishni kamaytirib beradi va tashqaridagi suv ichkariga yuqishini ham oldini olib turadi. Xo'p, mum neytral yog'lardan sal boshqacharoq.
Ular yog' kislota va ko'p atomli spirtlarning birikishidan hosil bo'lgan modda turi hisoblanadi. Mumlar gidrofob modda bo'lganligi uchun ham suv yuqtirmaslik xususiyatiga ega bo'ladi. Mumlar faqat o'simliklar hayotida katta ahamiyatga ega emas, boshqa organizmlar hayotida ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun, hayvonlarda terisi, yungi, qushlarning patini qayishqoqligini ta'minlab beradi, suv yuqtirmaslik xususiyatini ta'minlab beradi. Esimizda bo'lsa, suv qushlari hisoblangan o'rdak, g'oz, oqquşlarda dumg'aza bezi bo'lar edi. Yoki quymoch bezi ham deb ataymiz. Xuddi shu dumg'aza bezi o'zidan yog'simon modda ishlab chiqarardi va bu yog'simon moddani mana shu qushlar tumshuq yordamida siqib chiqarib, butun tanasidagi patlariga surtardi va patlari shu orqali suv yuqtirmaydigan qayishqoq holatga kelar edi. Endi o'simliklarga ta'siri haqida gapirdik va bu tomonda e'tibor bering, asalarilar rasmini qo'yib qo'yamiz. Asalarilarning uyalari ham mum moddasi yordamida quriladi. Va bu orqali asalarilarda shu uyasining ichidagi ozuqasi yoki tuxumlari yoki lichinkalari suv ta'siridan uzoqroqda bo'ladi. Xavfsiz holatda rivojlanishi mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Fosfolipidlarga o'tamiz endi. Fosfolipidlar o'z nomida ko'rinib turibdi, tarkibida fosfor saqlaydigan lipid turlari hisoblanadi va hujayraning hosil bo'lishida, qurilishida juda muhim ahamiyatga ega. Xo'p, davom etamiz. Fosfolipidlar e'tibor bersak, bitta yog' kislota qoldig'i fosfat kislota qoldig'iga ega radikal bilan almashganligi natijasida hosil bo'ladi. Fosfolipidlar hujayra membranasini asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi. Mana rasmda ko'rib turibmiz. Fosfolipidlar rasmini. Fosfolipidda ikki xil qism bo'ladi. Gidrofil qism va gidrofob qism. Gidrofil qism bu yuqorgi qismi hisoblanib, boshchasi deb yuritiladi bu qism. Xo'p, pastki qism esa gidrofob qismi hisoblanib, bu yer dum deb nomlanadi. Va membranada mana shu lipidlar ikki qator bo'lib joylashadi. Yuqorgi qavat va pastki qavatga e'tibor beraylik. Ikkalasi ham bir tomoni, ya'ni dum qismi bilan bir-biriga qaragan holatda joylashyapti. Buni sababi fosfolipidlarning yuqorgi gidrofil qismi suvli muhitga tortiladi. Va mana bu gidrofob qismi esa bir-biriga tortiladi. Shuni hisobdan shunday holatga kelib qoladi. Mana rasmga e'tibor beraylik. Buni qismda qizil oq qilib suv molekulalari berilyapti. Suv molekulalari tomonga gidrofob qism yo'nalgan holatda turibdi. Gidrofil qism yo'nalgan holatda turibdi. Fosfolipidning dum qismi ya'ni gidrofob qismi esa bir-biriga qaragan holatda turibdi va pastki qavatda ham xuddi shunaqa holatni ko'rib turibmiz. Mana shu rasm orqali biz membrananing tuzilishini haqiqiy qanday hosil bo'lishini ko'rib turibmiz. Membranani bamisol devor deydigan bo'lsak, uning g'isht bo'lakchalari aynan shu fosfolipidlar hisoblanadi. Fosfolipidlarning shu gidrofil, gidrofob qismlari uning mustahkamligini ta'minlashda juda katta ahamiyatga ega. Agarda tashqi ta'sir natijasida shu fosfolipid aylanib qoladigan bo'lsa, ya'ni gidrofob dum qismlari suv tomonga yo'nalib qoladigan bo'lsa, u suvdan qo'rqadi. Ma'nosi shunaqada, gidro degani suv degani, fobiya qo'rqmoq degani. Shu dum qismlari suv tomonga buriladigan bo'lsa, darhol yana qaytadan ichkari tomonga, ya'ni o'sha ichkari tomonga yo'nalib qolishi yuz beradi. Va bunga yana bir sabab gidrofil qismlar gidrofob mana bu pastdagi fosfolipidning dum tomoniga gidrofob qismga tegib tura olmaydi. Har ikki tomondan aylanish sodir bo'lib, yana o'sha holatiga qaytib qoladi. Shunaqa xususiyat fosfolipidlarda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Xo'p, ya'ni membrananing mustahkamligini ta'minlanishda fosfolipidlarning bu xususiyati juda katta ahamiyatga ega. Xo'p, davom etamiz. Demak, fosfolipidni membranadagi roli, ahamiyati haqida gaplashdik. Endi navbat mana membrana tuzilishiga e'tibor qarataylik. Membranada mana yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, fosfolipidlar joylashyapti. Mana bu boshchasi, mana bu ikkita qismi esa uning dumchasi hisoblanadi va membranani yaxshilab e'tibor bersak, ikki qavat bo'lib joylashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu rasmda yana bir narsaga to'xtalib o'taylik. Mana bu sariq tuzilmalar. Bular xolesterinlar hisoblanadi.
xolesterol deb berilyapti, e'tibor beraylik. Xolesterol deb nomlanadi. Va shu membranani tuzilma hosil qilinishida katta ahamiyatga ega. Va mana bu zanjirsimon tuzilmaga ham e'tibor bering. Bu tuzilma endi glikokalix hisoblanadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'sh, va membranada mana bu oqsillar joylashayotganligini ham rasmda ko'rib turibsiz. Bu oqsillarni mana integral va periferik degan turlarga ajratyapmiz. Ular haqida oqsillar mavzusiga yetib borganda gaplashamiz. Va yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tib ketaylik. Shu sitoplazmatik membrananing ikkinchi nomi plazmolemma hisoblanadi. Shu ham muhim ma'lumot, yodimizda saqlab qolaylik. Davom etamiz. Endi glikolipidlarga to'xtalaylik. Glikolipidlar o'z nomidan bilinib turibdi. Gliko degani shirin degani, ya'ni uglevod. Lipid esa o'zi yog'. Ya'ni uglevod va yog'ni tashkil topgan moddalarni glikolipid deb ataymiz. Glikolipidlar plazmatik membrananing tashqi qismida joylashib, glikokalix vazifasini bajaradi. Mana ko'rib turibmiz. Mana buni tutsak to'g'ri bo'larkan. Glikolipid aynan shu tuzilma hujayraning tashqarisidagi impulslarni hujayraning ichkarisiga uzatish, ya'ni retseptorlik deb nomlanadi. Bu funksiya retseptorlik funksiyasini bajaradi. Va bu glikokalix hayvonlarning hujayrasini membranasining tashqi qismida juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun hayvonlarning hujayra qobig'i glikokalixdan iborat deb yuritamiz odatda. Hop, davom etamiz va keyingi moddamiz bu lipoprotein. Nomiga e'tibor bering. Lipo yog', protein oqsil, ya'ni yog' va oqsilning qo'shilishdan hosil bo'lgan modda aynan shu lipoprotein hisoblanadi. Va bu lipoprotein ham membrana hosil bo'lishida qatnashuvchi modda turi hisoblanadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Davom etamiz. Endi steroidlarga navbat. Steroidlarning har xil turlari bor. Shulardan biri xolesterin steroidi. Xolesterin steroidining nomini aytdik. Membrana tarkibida uchraydi deb mana. Xolesterinning ma'lum bir turi hisoblangan xolesterol membranada joylashyapti. Xo'sh, yurak usti bezida rasmda ko'rib turibsiz. Yurak usti bezini, buyrak bu. Bu esa uning ustida joylashgan piramidasimon yurak usti bezi. Yurak usti bezida, jinsiy bezlarda, ya'ni tuxumdan urug'dorlarda xolesterin deb nomlangan steroid turidan jinsiy gormonlar sintezlanadi. Demak, steroidlar jinsiy gormonlar hosil bo'lishda katta rol o'ynar ekan. Va davom etadigan bo'lsak, xolesterin shuningdek D vitamini sintezlanishida ham katta rol o'ynayapti. Demak, D vitamini ham xolesterindan sintezlanar ekan. Va steroidlar guruhiga mansub bo'lgan vitamin turlarini ham beryapmiz. Bular A, D, E, K vitaminlar. Bu vitaminlar fermentlarni faollashtiruvchi, ya'ni koferment qismi hisoblanadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Mana xolesterolning kimyoviy formulasini rasmda ko'rib turibsiz. Mana shu xolesterolning kimyoviy formulasi. Xo'p, va yana bir narsani aytib o'tib ketaylik. Yurak usti bezini yassilashgan shaklda, piramida shaklida ekanligini ko'ryapmiz. Va u ikki xil qismdan iborat: po'stoq va mag'iz qismlar. Po'stoq va mag'iz qismlari aynan po'stoq qismidan mag'iz qismidan alohida moddalar chiqaradi. Eslasak, 8 sinfda berilgan edi. Davom etamiz. Xo'p, steroidlarni shu xolesterin degan turiga yana to'xtalamiz. Steroidlar guruhiga kiruvchi bu xolesterin qon tomirlar devorida mana bunday ko'rinishda to'planib, qon tomirlar devorini qalinlashtirib qo'yishi mumkin. Natijada qon tomirlarida ichidagi qon oqib o'tadigan nay torayib qoladi. Va bu qon tomirlarida ichida tromb hosil bo'lishiga olib keladi. Natijada qon tomirda qon oqib o'ta olmaydi. E'tibor beraylik. Mana shu qismda qon hujayralari yig'ilishi sodir bo'lyapti va qon bu tomonga o'ta olmaydi. Natijada qon tomiri bu tomoni yiriklashadi, yo'g'onlashadi, qalinlashadi va qon tomirining devori bardosh bera olmasdan oxiri yorilib ketadi. Ana shu tananing ana shu qon tomiri joylashgan qismida qon quyilishi sodir bo'ladi. Va agar shu hodisa yurakda yuz bersa, buni biz miokard infarkt deb ataymiz. Ya'ni miokard infarkti bu yurak muskullarini, qon tomirlarida shunaqa tromblar hosil bo'lib, yorilib ketishi natijasida yurakni muskullarining yemirilishi hisoblanadi. Insult esa xuddi shu qon tomir yorilishi bosh miyada yuz beradigan hodisa hisoblanadi. Ya'ni insult bu bosh miyaga qon quyilishi. E'tibor bering. Mana shunday qon tomirlarida devorida xolesterin to'planib qolishini kasalligining nomi ateroskleroz deyiladi. Demak, shu ateroskleroz miokard infarkt va insultning sababchisi hisoblanar ekan.
Endi xolesterinning mana shunday qon tomirlar devorida ortiqcha holatda to'planishini sababi jismoniy faollikning yetishmasligi, noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha yog'li ovqatlar iste'mol qilish hisoblanadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'p, davom etamiz. Endi lipidlarning funksiyalariga to'xtalamiz. Lipidlarning birinchi funksiyasi bu struktura, ya'ni qurilish funksiyasi hisoblanadi. Mana e'tibor bering, hujayraning ichidagi har qanday membranali tuzilma xuddi shunday tuzilishga ega bo'ladi. Ya'ni asosiy elementi fosfolipid hisoblanadi. Fosfolipidlar demak lipidlarning qurilish funksiyasiga misol bo'lar ekan. Bundan tashqari xolesterin ham mana membrana hosil qilyapti, lipoprotein ham, glikolipid ham mana shu strukturaga misol bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Va keyingi funksiya bu boshqarish funksiyasi. Boshqarish funksiyasi gormonal funksiya. Buyrak usti bezidan ajraladigan kortikosteroid gormonlar, jinsiy bezlardan chiqadigan estrogen va androgen gormonlari steroidlar qatoriga kiradi. Aynan xolesterindan hosil bo'ladi. Bu nomni aytib o'tib ketdik. Demak, lipidlarning gormonal funksiyasi shundan iborat ekan. Davom etamiz. Endi keyingi funksiyamiz bu himoya funksiyasi. Himoya funksiyasi deganda o'sha teri ostidagi to'planadigan yog' kletchatkasini nazarda tutyapmiz. Teri ostida to'planadigan yog' kletchatkasi organizmni toksinlardan, mexanik ta'sirlardan himoya qilinishida katta ahamiyatga ega. Lipidlarning issiqlikni yomon o'tkazuvchanligi tufayli organizmda issiqlik saqlanishi ham ta'minlab beriladi. Ya'ni teri ostida yog' to'planishi organizmda issiqlikni saqlab turilishida juda katta ahamiyatga ega. E'tibor beradigan tomonimiz, teri ostidagi yog' shunaqa issiqlikni saqlab berib turadi. Issiqlik tashqariga tarqalib ketishini oldini oladi. Endi lipidlarning keyingi funksiyasi zaxira funksiyasi. Cho'lda yashaydigan hayvonlarda aynan mana tuyada, o'rkachlarda to'plangan yog' himoya funksiyasini bajarmaydi. Bu aynan suv manbai hisoblanadi. Yog' kislotalar oksidlanishi natijasida juda ko'p miqdorda suv hosil bo'ladi. Hop, misol uchun 1 kilogramm yog' to'liq oksidlanadigan bo'lsa 1,1-1,05 litr suv hosil bo'lishi mumkin. E'tibor bering, yog'ni o'z massasidan ham ko'proq massaga ega bo'lgan suv hosil bo'lishi yuz beradi. Davom etamiz. Endi mana bu hayvon morj. Morjni uni qoziq tishlaridan ham tanib olsangiz bo'ladi. 7-sinfda eslasak, morjlarning qoziq tishlari fil suyagiga teng qadrlanadi deyilgan edi, ya'ni qimmatbaho narsa hisoblanadi. Shu kit, ya'ni turli morj degani morj kurak yog'lilar turkumiga kirardi. Kit va boshqa kurak yog'lilarni terisini ostida shu yog' qatlami juda katta ahamiyatga ega. Ular sovuq joyda yashaydi va mana shu teri ostidagi yog' qavati ularni tanasida issiqlik saqlanib turilishida juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Va keyingi funksiyamiz bu vitaminlarning funksiyasi, kofermentlik funksiyasi hisoblanadi. Yog'da eruvchi vitaminlar bo'yi aytib o'tib ketildi. A, D, E, K vitaminlari fermentlarning faollashtiruvchi qismi hisoblanib, koferment vazifasini bajaradi. Demak, shu bilan lipidlar haqidagi mavzuyimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.